25 amperlik avtomat urib yuboryapti. KZ bor. Basvishinada 10 ta topish kerak qaysi birligini. Ajoyib. Qaysi kirish, qaysi chiqish. Qani taroq. Demak, bu montaj qilingan payt taroq hali kirib kelmagandir bizga. Bizda bu yoqqa opa lifehack bo'lib yotibdi. Demak, shunaqa variant bo'lgandir faqat. Mana buni topish kerak. Zamikani lampochka bilan topamiz endi. Qarshilik rejim, diod rejim, kondensator, razvonka. Chiroq. Qiziq tomoni bizda zamikani ko'rsatmayapti. Lampochkamizni ulab oldik. Lampochkada kontakt bor. Yoqamiz. Endi klish bungalab qo'yamiz. Tokni shubni olamiz. Yani o'chyapti. Ular ham o'chyapti. Mana bu qator yonib o'chmayapti. Demak, zamikani shu yerda. Svetilnikimizni ochdik. Mana bizda datchik rejinasi ko'p ketgan ekan. Lampochkasiz u qarshilik ko'rsatmayotganda, pribor bilan tekshirganda lampochka bilan shuni topish yo'li bor. Yana boshqa bir nechta usullari bor. Hozir bu usul bo'lmaganda boshqasini qo'llab ko'rardik. Hozir buni ajratib tashlab yoqib ko'ramiz. Yana yonish kerak bizda chiroqlarimiz. Ajratdik, simlar izolyatsiyalab joyiga ulab, hozir yoqib ko'ramiz. Hozir simini qotirib qo'ydik, lampochkani olib tashlab. Bu yerlar ham ajoyib bo'lgan ekan. Uzunroqni lavashinadan qo'yish kerak edi. Xo'p, mayli, yoqaylikchi. Bismillahirrohmanirrohim deb yondi. Joyida. Shu gruppaniki ketgan ekan, faqat fotorealistda. Anaroq datchik движенияsi. Lampochka bo'lmaganda har bittasini ochib tekshirib ko'rish kerak bo'lardi. Nima uchun pribor ko'rsatmadi? Chunki zamikani chiqishda bo'lgan. Komandani bergan, chiqishda zamikani hisobiga avtomat urib yuboravergan. Yuramiz. O'chdi. Harakatga olib kirdi. Bo'ldi, ishlayapti. Bu qator yonmaydi, chunki yechib oldik buni. Oxirgi qadar ozishga tushadi. Bo'ldi, ishlayapti. Shu datchik движениyadan kerak.